Quva tumanida aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, sog'liqni saqlash tizimini yanada takomillashtirish maqsadida izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jarayonda Dolzarb 90 kunlik dasturi doirasida tumandagi 7-sonli oilaviy poliklinika binosida ham katta yangilanishlar bo'lib o'tdi. Poliklinikada kapital ta'mirlash va qurilish ishlari amalga oshirilib, muassasa tubdan yangilandi. Bugungi kunda u zamonaviy qiyofa kasb etib, fuqarolarga qulay sharoitda xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hurmatli prezidentimizni joriy yil may oyida tibbiyot sohasiga, sog'liqni saqlash sohasiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida berilgan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash, bundan tashqari joriy yilning 19-may kunidagi 88-sonli hamda 185-sonli prezident qaror hamda farmonlarini ijrosini ta'minlash maqsadida Farg'ona viloyatida Quva tumani birinchilardan bo'lib 15 ta tajriba tumani sifatida tanlab olindi hamda tibbiyot sohasidagi islohotlarni takomillashtirish bo'yicha yangi tizimini joriy etish bo'yicha islohotlar amalga oshirish boshlandi. Tibbiyot muassasasi zamonaviy tibbiy jihozlar, laboratoriya uskunalari va tashxis qurollari bilan to'liq ta'minlandi. Bu esa bemorlarning vaqtni tejashi, aniq tashxis qo'yish va samarali davolash imkonini yaratmoqda. Ta'mirdan chiqqan poliklinika ochilish marosimi tantanali ruhda o'tdi. Nima bo'lsa ham odamlarimizga yengillik, birinchi navbatda kasal bo'lmasin, kasal bo'lganlarga tez tibbiy yordam ko'rsatish unumli yordam ko'rsatish. Tadbirda Quva tumani hokimi Halimjon Umarov, tuman prokurori, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tuman hokimi tadbirda so'zga chiqib, prezidentimiz tashabbusi bilan joylarda aholi salomatligini muhofaza qilish, tibbiy xizmat sifatini yaxshilash va fuqarolar uchun zamonaviy sharoitlar yaratishga qaratilgan ishlar izchil davom etayotganini ta'kidladi. Bugungi kunda 7-sonli oilaviy poliklinika nafaqat ko'rkam qiyofasi, balki sifatli xizmat ko'rsatishi bilan ham aholining ishonchiga sazovor bo'lmoqda.